Soat 5:30ga Maylisga rayondan zaliga biz chaqirildik. Boshqa rais o'tibga chiqqan rais to'g'risida achchiq qilib, uni chaqir, buni chaqir, militsiya bilan olib kel uni deb turgan joyida hamma shokda turib, nima ekan, nima bo'ldi ekan deb tursak, "Sad O'zbekiston" deb men desam, chat turib, nimaga 63 ta kam ta'minlangan berding? 63 ta emas, 11 ta xolos men kam ta'minlangan. Bu nimani aybi ekan dedim. Moliyani aybi bu, soliqda aybi. 60 ta oxirgi bergan ehsonimiz bu narsa. Sen mana qachiq sen dedi. Boshqa tushsam, yana ko'rib turib, tepaga meni oldimga chiqqin. Hamma ko'rib bo'lsin seni dedi. Tepaga olib chiqib, "Bug'on qara ahvolini buni" dedi. Yaqin bekka o'sha nimadan operatsiya bo'lgan, saharim bor. Ahvolini qara, bu yalangoyoq dedi. Mana shu ahvol rais bo'laman. Men shunga ishonib o'tiribman mahallani. Rais bo'lish loyiqmi shu? Arxitektor Bahromjon, Bahromaga turing. Shu loyiq keladimi shunga shaharda arxitektor bo'lgansiz? Yana boq akasiz turing. Bu qanday bu rais bo'ladi bunaqasi bu holatda dedi. Yana kitobingni olib kel dedi. Kitobni olib kelishdi, ko'rib turib, Prezident Shavkat Mirziyoyev oliyjanob podsho deb yozib berganman. Nimaga endi oliyjanob deysan? Dedi. Keyin shukr, banka dedi. Shukr, rasmga ol, esimga berib yuboraman buni. Biz qanaqa davrda yashayapmiz? Hozir oliyjanob deyish kerakmi, podsho deyish kerakmi dedi. Shokka tushib qoldim. U nima bo'lsa, esimga bersa, aka kechirasiz dedim. Meni kechirasiz, qaytib qiling unaqa ish dedim. Arizani yozarsan endi, yozarsiz arizangizni, yozaman dedim. Tushib arizani men yalanqayoq bo'lganligim uchun ariza yozdim shunaqa qilib. Prezident farmonini kam ta'minlangan kambag'alni uyini, joyini tiklab, do'konini qilib, dasmiyasini berib, kambag'aldan chiqargan bo'laman. Shuning uchun bo'shayapman deb yozib chiqib ketdim. Ertasi kuni yana odam kelyapti-da. Sizni ertaga yakshanba kuni saylovda bo'shatamiz, saylov bo'ladi, uyma yuramiz dedi. Ha, xo'p bo'ladi dedim. Aktivlarni yig'ing dedi. Aktivlarni yig'sam 7-martaga borasiz dedi. 7-martaga hammasini olib borsam, ertaga bo'lish kerak edi o'zi. Bugun kengash chaqirasiz. Chaqirib bersam, ertaga yosh kattalar, yoshi katta-kichik hammasi dedi, raisga umuman yalchamayapmiz, necha yildan beri o'zimizdan biri bo'lmaydi. 1 yilda 5 oyda bo'shataverasan dedi. Kelsang kim kerak bo'lsa, aybini qo'yib bersin buni dedi. Nima aybi bor buni dedi. Aybi bo'lsa-da o'zimiz bo'shatib yuboramiz dedi. Sen kim bo'lishing shart emas dedi. Biz mahallada ishlayapti, yaxshi ishlayapti dedi. Nima desa, xo'p deb, boshqa deb, bo'pti dedim, bo'shaveraman dedim. Men o'zim ham bunday bo'ldim. Vaqtincha bo'lgan edim, keyin qolib ketib qoldi. Mana shu uy bo'lib qoldi, bitirib qo'yay shuni deb qo'ydim. Qanaqa uy edi? Bu kambag'alni bosib qolgan uy edi. Avariya. Avariya bosib ham qoldi u. Bitta yopganda pardanaqasidan tushib ketib qolgan u. U 3 ta qizi bor, bittasini chiqarganmiz mahalla yordami bilan. Mahallamiz xudoga shukr yaxshi odamlar. Ikkitasi qolgan. U ko'chaga chiqolmaydi, odam bilan gaplasha olmaydi. Yana bitta opasi erdan qaytib kelgan, bolasi yo'q. Shu holat juda ham og'ir. Yordam bermasa bo'lmaydi. Qayerdan buni soladi dedim. Davay dedim, katta kichikka puli bor boshqaga maslahatlashdik. Uncha-munchasiga biz qarashamiz dedi odamlar. Qarashib, uy bo'lib ketdi. Ammo issiq sovuqni turdim o'sha yerda. Bitgungacha xijolatmanda shu narsani boshlab qo'yganman. Men o'ylagandan ko'ra uy qurish og'irroq ekan. Uni qurdik, Xudoga shukr. Boshqa qildik, mahalla ko'yimizga rahmat, Xudoga shukr. Puli bor odamlarga rahmat. Homiylik qilish bo'pti endi qilishdi. Endi uni to'yga harakat qilib qo'ydik. Asha nima holatga borib, yalangoyoqsan boshqa deb ishdan bo'shatib yubordi. Maktabga borganimizda bo'shadim, chiqib ketdim endi. Ular aytgandan. Bo'shadim, chiqib ketarsam eshik tagida yuragim ushlab qoldi. Yotib qoldim. Hech narsa bilmayman. Qarasam reanimatsiyada yotibman. Bir kun yotgandan keyin ertasi kuni shoshilinchga olib chiqdi. Shoshilinchda yotsam, o'g'lim davay dada yaxshi joy qilib bergan, chiqitamiz ekan, yaxshi joy chiqitamiz ekan. Jon bola, qimillanmayman men hozir.
Nimadir bir Otaqo'zi degan yigit otani yoz. Iloji yo'q, chiqib ketish kerak ekan. Bizni razryad boshliq aytyapti Aminjonim dedi. Chiqib yaxshi joy qilib beramiz ekan dedi. Bo'pti deb yakshanba kunligida medsestra sanitar akalar bilan birga chiqib ketdik tepaga. Ikkinchida chiqishda yana yuragim ushlab qoldi. Nagruzga keldim. Ko'tarib chiqib chiqqan iloji bo'lmadi meni. Lesdan chiqdim. Bu kimning talabi bilan sizga yaxshi joy qilib berilyapti? Yaxshi joy nimani talabi bilan deyishyapti-da. Aminjonovni. Aminjonov doktorlarni boshlig'i endi, razryad boshlig'i, kim buyruq qilgan bilmayman endi. Bu buyruqni men bilmayman-ki, endi bir yaxshilik qilyapti ekan deb o'ylabman-da men. Holatga tushib qolishingizga kim aybdor deb hisoblaysiz? Men shunaqa men yaxshi ishlayotgandim. Maylisga ham, boshqaga ham hamma ishlar qilyotgandim. Birdaniga bo'shadim. Bo'shashlikka roziman. Yurak xurujiga uchrab qoldim. Bunga kim sabab? Hokim sababchida. Hokim bu yonidagi Baxtiyor sababchi. Nima qilish kerak endi? U zo'rlik qilishaversa, qo'limdan hech narsa kelmaydi meni. Hech narsa kelmaydi. Ko'zim ko'r bo'lyapti xolos menda hozir. Bitta ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Operatsiya qilib keldim. Hech kim bunga qilmayapti operatsiyani ham hozir. Qayerdan olib qilamaydi? O'zi 2 million pul olayotgan bo'lsam, yarmi ko'zim tugab ketadi ana shu. Men kimman o'zi? Itmanmi? Kimman? Por yo'qol degani. Men ham o'zimga yarasha odamman. Normal gapirsa bo'laveradi. Men ishga kirayotganimda hamma yo'g'imni yozib berganman. Men shunaqa kasalman, sahrman, davlinaman deb yozib berganman. U rahbariyat uni bilib bilmasdan, ahamiyat bermasdan hammasini sharmanda qilaveradimi? U ham meni sharmanda qildi dedi. Hozirgi kunda uni kovla, buni kovla menda ishlayotgan bir 2-3 oy oldin qo'ygan o'zi. Palonchining o'rniga pistonchi bo'ladi dedi. Buni qo'ydi, bu ishlayapti. Uni 1 oy oldin aqda ishlatdi, 1 oy naryoqda ishlatdi. Hozirgi kun kelib buni ham meni qo'ziyapti. Ishlamaysiz bu yerda, siz oq oltinda ishlaysiz. Palonchi keladi, bu yerda o'zining joyi bor odamdir. Rais o'rniga ham joyi bor. Joyi bo'lsa, iplasini olib kelib qo'yib qo'y bo'lmasa. Davlat borligini esingdan chiqmasin degan bo'lardi misol. U odamning ma'naviy qiyofasi qanaqa? Ma'naviy qiyofasi endi yaqindan beri ko'rishyapmiz endi odam bilan. Sizdagi ma'lumotlar qanday u haqda tasavvurlar? Qanaqa ekan? Bir odam joyida yaxshi ishlayapti, ishlayversin. Nima manfaat bor unga uni bo'shataverishdan. Nimaga buni qilaveradi? Tinch ishlatsin, qo'ysin, tek qo'ysin. Mahalladagi ishlarni davlatning buyrug'ini bajarishga yo'l qo'yib bersin. Kunda majlisga bor, palonjaga yig'ilaylik, pistonchaga mana keraklar, kim bu raislar? Nima degani o'zi raislar? Nima degani? Bir eng qoloq odam degani o'zi. Bitta mahallani hokim topshirib qo'ygan odam biz. Aqayur baqi qilaveradimi? Kimmiz? Qachon desa, boramiz 2 soat kutamiz majlisdan. Mahallada ishlar nima bo'ladi? Sharixonda hamma mahallalar ustidan turgan odam qanaqa odam? U haqda ma'lumot bilasizmi? Tepamizda turgan odamdi. Mana nechta odam keldi mendan Baxtiyor aka Alimov to'g'risida men o'zi aniq bilmayman. Odamlarni gapirib kelganlari, bu odam sen shunday qildimi seni? Bu odam o'zi 2 marta qamalib chiqqan. Davlatga qarshi qamalib chiqqan, korrupsiya bo'lganmi, nima bo'lsa ham qamalib chiqqan ekan. Bu odam hozir men tepasida o'tiribdi. Hokimiyat tepasida o'tiribdi. Nima qilsa qilyapti yerda. Yo seni badashga qilinmasa, yo ishlardagi onni badashga qilinmasa, unga kim qo'yib qo'ygan uni? Mumkinmi o'zi? O'zidan bilsin oldin meni kovlamasdan ular. O'zidan bilsin. Men ahvolim bunaqa. Men ishlab kambag'allikdan chiqarib qo'yganman bitta oilani. Men tilim uzun, prezident farmon bajarib qo'yganman. O'tirib turib, sen yo'qol, sen ket degan jonim yo'q men. Haqqim ham yo'q. Uni haqqi bor ekanmi? Kim haqqi bor o'zi? Birovni yalangoyoq deyishga, birovni bolanaqa mana qilib deyishga nima sabab bo'ldi? Sabab bilan bo'lish kerak-ku bu narsalar. Yo Sharxon ta'sir qilmaydimi dilga deyishdagi narsalarimiz biz. Bu Baxtiyor aka Alimovni 2 marta sudlanib, qamalib ham chiqqan inson deyapsiz. Hozir bu real holatga o'xshab qoldi, lekin sizni mavzuyingizni olib chiqib yoritgan, jonni xatarga qo'ygan bloger Nodirbek Hojimatov ham 2 marta sudlangan. Ularga qanaqa munosabatingiz va ularning farqi nimada? Nodirbek Hojimatov qamalgan bo'lsa, meni oldimga keldi, otasiga rahmat shu bolani. Fidoyi, yaxshi vatanimizning farzandi ekan. Taraf oldi, ko'ngil so'radi bu odam kelib. Nima haqqi bor ekan odam mana qilishga, qonunda mana deyilgan u deb mana shu bloger bola keldi oldimga. Bu qanaqa qamalgan men bilmayman lekin mashhur to'g'risida qamalgan bo'ladigan bo'lsa, bu oppoq bo'ladi. Korrupsiya qilib, vatan xoini qiladigan bo'lsa, bu xalqum bo'ladi, u xalqim bo'ladi. Shunaqa bo'ladi-da. Demak, Baxtiyor Alimov xalqum.
Nodirbek Hojimatov. Qim. Shunaqa bo'ladi-da, nima bo'ladi endi? Rahmat. Bir og'iz gapirib, hashar, chiqinglar bu kuni. Sen chiqalasanmi, chiqalmaysanmi? Aniq qilib 15-20 ta odam kun to'plaganmiz. Bugun vaqtingiz bo'lmasa, ertaga chiqarsiz. Ertaga chiqasizmi? Bo'lmasa falon chiqadi mana. Yarim kechasiga boshqa qorong'iga boshqa qaramasdan biz bu yerda mehnat qilganmiz. Xudo uchun prezidentimizni buyrug'ini bajarish uchun bu mehnatlarni qilganmiz. Bu achinib ketyapti, bu mehnatlarimizni inobatga olinmaganligi uchun achig'imiz kelyapti. O'zimiz bir tiyinga qimmat bo'lganimiz uchun achinib ketyapmiz. Bu mehnat bo'lyapti bu yerda. Farmon bajarilyapti. Bu o'zidan o'zi bo'lmayapti bu narsalar. Bu akamni ham to'g'risicha eshitdim. Mazasi bo'lmay qolibdi, bu gaplar bo'lib yaxshi bo'lib chiqdi. Qanaqa fikrdasiz? Qolish kerak, to'g'rimi? Yo'q, Ravshan akamda qadam-ko'm yo'q bu betlarda. Bu kishi mana shu 1 yil ichida rosa ko'p ishlar qildi. Hammaga yordam berdi. Mana shu karantin ichi meni necha martalab xabar olishdi. Hech ham bir narsaga zoriqtirishgan yo'q. Doim xabar olib turishadi. Hali yordam qilib, haligi davlatdan 1 million pul ham berdi mana ishlating deb. Mana shu uyimni qurib shunchalik qilib, mana bu chiroyli katta darvozalarni qo'yib berdi. Ha, qizimiz bo'lgan edik, endi to'yda harakatidamiz. Hamma yo'g'imizga yordam berishadi. Mahallamiz rosa yaxshi. Ishsiz ekansizlar. Ishsizlarni qanday bartaraf qilishdi? Ha, mana shu men boshida shu yerda joyim bo'lganda do'kon ochib olardim degan fikrdan keyin bu ish bo'lib ketdi. Shetga chiroyli qilib do'kon qilib beramiz deb mana do'kon qilib berishdi. Ichkarida endi har qalay icha-picha savdo qilib turibmiz, bo'lyapti. Nima mana mahalla komitetiimizda ishlashi bizga yoqadi. Bizga shunaqa kelsa hali bo'lgan yo'q hali. Kim bilan mana yosh bolalarning pulini ham aqabaqa qilishib berishib, mana qilib yurgan. Olmagan yo'q, kambag'alga tekkan yo'q pullar. Bu kelgandan keyin oldik bir martadan. Hali undan ikkinchisiga endi o'tkazdik. Bu odam nimaga yoqmay qo'ydi mahalla hokimiyatiga? Uni mahalla hokimiyatini o'zi biladi nimaga yoqmadi. Shu asfaltni ko'targan Oxunboboyev ko'chasini, Oxunboboyev ko'chasini asfalt ham bo'lmaydi, narsa ham bo'lmaydi deb buni odam yuvarib bo'shatgan. Biz xabarimiz yo'q uni bo'shatishidan. Meni ukam borgan, yana bir ikkitasi borgan xola o'sha yerdan nari. Qolgan xalqning muammosini ko'targan yoqmagan. Biz seni bo'shatgani kelganmiz deb shunaqa gap qilishgan o'shkuna. Bu chava ayni o'sha yerda davleniyasi ko'tarilganmi, nima bo'lib yiqildi, больницада yotdi. O'sha yuragi buni ikkita uchtasi olib keldi betga больницаga. Mana endi kuni yana bittasi bilan keldi, mana yerda ayolni uyi bor, mana yerda bitta. Hali unaqa qilgan yo'q, birovni uyda yo'qolib bergan yo'q. Bu yiqilgan uyda yotuvdi. Bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda ko'chamizni asfalt qilib ber, simyog'ochlari to'g'irla, boshqa qil deganlaridan keyin bu odamga bosimlar kuchaygan. Shu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, hammasi to'g'ri. Narigi ko'chani ham aytdi. Mana bu ko'chani mana ikkacha bitta o'zimizni nimamiz mahallamizda hali nimamiz to'y qiluvdi, ashikkacha qilib bergan. Ana ashingacha mana shu bu tomon vobshe asfalt bo'lgan emas bu tomonlar. Mana shu nima bo'lgan, mana stalba yog'ochlari 58-yili qo'yilgan. Stalba yog'ochlari. Ko'chani yoritish ham mana shu bolaning nimasi bilan bo'lyapti. Hamma yo'qni qilib lampochkalarni qo'ydiradi, shot ko'tarib o'zi yuradi. Obodonlashtirish. Nasos kuyib qoladigan bo'lsa ham, to mana shu bola bosh qo'shmaguncha bir ish bo'lmayapti-da. Oddiy suv nasosiga shu bola yugurmasa ish bo'lmayapti. Andijondan borib to'g'rilab keladi. Endi bu MFI raisi bo'lgandan keyin qiladi-da deymiz, lekin oldingilar qanday qilgan? Endi oldingilar ham qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu jon kuyarligi kuchayib ketyapti-da. Juda jon kuyar bo'lib ketyapti odamlar. O'shanda ham bu kishi aralasharmi? Mahallamizni eng obodonchiligiga harakat qiladigan mahalla raisi bo'lmasdan oldin ham shu edi, hozir ham shu. Uni nimasi yo'q. Uni hech kim nima qila olmaydi. Oldin ham nima deydi, qanaqa tadbir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasiga yugurib chaqirgan ham, yig'ishtirgan ham, qabristonga olib kirib turib, hammani hasharga jalb qilgan ham shu bola. Bizning mahallamizni mahalla komitetining eng yaxshi nimasi bitta kelib qoldi. Endi yoshlardan chiqib turib shunchalik bo'lganda endi hozir buni olib tashlasa, yana bitta poraxo'r keladimi?
Shu ashaqqa olib borib berish kerak edi pul. Emasam bo'lmayapti.